Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, sizlar bilan yana Display Community. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan dasturimizni yasashni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan if then else, ya'ni if else funksiyasini, juda muhim funksiyani ko'rib chiqishni boshlaymiz. Bizda oddiy funksiyalarimiz deyarli tugadi. Endi computed, ya'ni avtomatlashtirilgan funksiyalarga o'tishni boshlaymiz. Buning uchun birinchi bo'lib biz if else tanladik. Sizlarga tushunish uchun osonroq bo'lishi uchun. Demak, sizlar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Faizimiz bersin. Demak, ko'rib turganingizdek, bizda vazifa holati bor edi. Vazifa holatimizda biz nima qilardik? Faqatgina tekshirardik yoki tekshirmasdik. Xuddi shunaqa biz nima qilishimiz mumkin endi? Tekshiramiz. Xuddi shu narsaga endi aytamizki, agar bizni vazifamizni holati tekshirilgan bo'lsa, bizga vazifa bajarildi degan yozuv chiqarilishi kerak. Agar tekshirilmagan bo'ladigan bo'lsa, bizda vazifa bajarilishi kerak degan ma'lumot chiqib turishi kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz o'tiladigan mavzu shu. Demak, biz boshladik. Buning uchun biz birinchi bo'lib funksiyasini qo'shib olamiz. Plus belgisi orqali biz vazifa kelinglar nomlaymiz. Vazifa statusi masalan. Vazifa statusi. Xo'p, vazifa statusini bog'lab oldik. Endi turi boya aytib o'tganimdek if then else bo'ladi. Buning uchun biz bu yerdan maytga yozib olishimiz mumkin edi. If deb yozadigan bo'lsak, birinchi bo'lib chiqib keladi. If then else. Bosdik. Xo'p, bu funksiya qanday ishlaydi? If then else degani o'zi ingliz tilidan tarjima qilinganda agar, keyin, aks holda degan ma'nolarni bildiradi. Bular nima degani? Masalan, hozirgi vaziyatimizda sirazu tushuntirib ketaman. Birinchisi if, ya'ni agar deymiz. Agar vazifa holatimiz deymiz is maishda asosiy narsa hisoblanadi. Is ya'ni bo'lsa yoki is not ya'ni bo'lmasa, bunaqa bo'lmasa, is empty bo'sh bo'lsa, is not empty bo'sh bo'lmasa, is checked ya'ni tekshirilgan bo'lsa, is not checked ya'ni tekshirilmagan bo'lsa. Bu mana vazifalarimiz yoki yashiklarimiz turiga qarab o'zgarishi mumkin bo'ladi. Masalan, agar vazifa holatimiz boolean bo'lsa, ya'ni true false to'g'ri noto'g'ridan tashqari, tekshiriladigandan tashqari, masalan, aytaylik, son bo'ladigan bo'lsa, bizdagi bu yerdagi ma'lumotlarimiz masalan chiqishi mumkin edi. Katta bo'lsa, biror narsadan katta bo'lsa, 0 dan katta bo'lsa degan funksiyani berib qo'ysak bo'ladi yoki 0 dan kichik bo'ladigan bo'lsa yoki 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa degan shartlarimiz chiqib kelishi mumkin edi. Lekin bizda hozirgi tanlagani vazifamiz bizda boolean bo'lgani uchun bizda is checked yoki is not checked degan narsalarni chiqarib beryapti. Biz birinchi bo'lib is checked ni tanlab olamiz. Is checked degani tekshirilgan bo'lsa. Bizda aytamiz endi vazifa holatimiz is checked ya'ni tekshirilgan bo'lsa, keyin qanaqa yozuv chiqarilishi kerak? Aytaylik, vazifa bajarildi degan so'z chiqarilishi kerak. Aks holda esa, aks holda nima degani? Aks holda vazifa bajarilmadi. Ya'ni agar tekshirilmagan bo'lsa degan ma'noni bildiradi. Agar tekshirilmagan bo'lsa, qanday yozuv chiqarilishi kerak? Vazifa bajarilishi kerak degan yozuv chiqarilishi kerak degan funksiyani berdik. Endi save qilib oladigan bo'lsak, save qildik. Xo'p, saqlab oldik. Mana ko'rib turganingizdek, bizda vazifa bajarilishi kerak degan yozuv turibdi. Chunki bu vazifa holatimiz, vazifamiz hali qilinmagan. Agar buni tekshiradigan bo'lsak, qanday yozuv chiqdi? Vazifa bajarildi degan yozuv chiqib qoladi.
Demak, agar tushungan bo'lsangiz, biz nihoyatda xursandmiz. If else funksiyasi xuddi shunday vazifalarni bajarishga foydalanishimiz mumkin. Va qolaversa, if else juda muhim funksiya hisoblanadi. Ko'plab vaziyatlarda sizlarga shunday sxemalarni tuzishda yordam berishi mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz yoqqan bo'lsa, sizlardan nihoyatda xursandmiz. Agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Sog', omon bo'ling. Keyingi darslarimizda biz umumiy vazifalar sonini sanaydigan yangi bir funksiyani ko'rib chiqamiz.